Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining aziz ko'ruvchilar, bugun 2026-yil 4-oyning 23-kuni bugungi Uyg'ur choyxonasi suhbatlari programmasining 106-soni. Bugungi sanda biz bir alohida programma qildik. Bu alohida programmamiz ya'ni g'arbliklarning asrdan Sharq Turkistonga munosabat mazmunlarga nazar. Biz hem hozirgacha o'zimizning tariximizni, o'zimiz yozgan Uyg'ur tarixchilarimiz yozgan kitoblardan, shundaqla vatashli ba'zi nashr qilgan kitoblardan, hamma turklar yozgan kitoblardan degandek o'qib keldik Sharq Turkiston munosabatli mazmunlarni. Ana bu qatim maxsus g'arbliklarniki yozgan kitoblarda ular kitoblarda Sharq Turkiston yani Uyg'ur haqida nimalarni yozgan. Ularniki bizningki taqdirimizga munosabatli qanday qimmatli materiallar ularning kitoblarida saqlanig'liq. Mushlarni asos qilib hamda g'arbliklarniki asarlardan o'zimizga nazar og'diramiz. Shunga bugungi bu programmaga To'g'liq Abdurazzoq apandimni taklif qildim. To'g'liq Abdurazzoq apandim nurg'un inglizcha yozilgan nurg'un kitoblarni o'qibdi. Bu kitoblardan asosli kitobdagi asosli mazmun ya'ni bizning Sharq Turkiston va Uyg'urlarga munosabatli bo'lgan mazmunlarni so'zlaydi. Ya'ni so'z degandimi bu nargiz o'ziniki ya'ni bu kitob haqidagi ko'z qarashlarini avtorning yozganlariga qarasa o'ziniki ya'ni subyektiv ta'sirotlarni emas, balki ash kitobda nima yozilgan bo'lgan bo'lsa, shu avtorniki fikriga hurmat qilgan asosda shu avtorniki yozilganlarni bizga so'zlab tushuntirib turdi. Programmamizni uzun qilmaymiz, qisqa qilamiz. Chunki bak uzun qilib qilib qolsak, bu programma bak uzrak ketib qoldi ekan. Shunga biz har qatimliq bir nimada, bir kitobda shu Sharq Turkiston Uyg'ur munosabat mazmunidagi 2-3 nuqtani yoritib beramiz. Uning davomini yana bir sonda ham qilamiz. Assalomu alaykum. To'g'liq Abdurazzoq apandim qimmatli vaqtingizni chiqarib Uyg'ur choyxona suhbatlariga naq maydon qatnashganingiz uchun ko'ngil rahmat aytaman. Va alaykum assalom. Endi rahmat siz shu o'zim o'qigan kitoblarimdan shu Sharq Turkiston Uyg'urlar haqida nimalar yozilgan, shu endi bir xalqimiz sunay deb bu ekranga chiqqaningiz uchun chin rahmat aytaman. Nurg'unlarimiz ham rost gap degan ingliz kitoblarni o'qib tushungidek saviyada emas. Yani bu İngilizce bo'lsa, ingliz kitobini o'zimiz bevosita o'qib, bevosita tushunib, bo'lsa avtorlar paranglashib qilgan bo'lsak yaxshi bo'ladi. Unda imkonlarimiz yo'q. Yani bundan keyin hamda sizniki shu kitob haqida xalqimni kitob haqida so'zlab beray. Kitob orqali bir millatimiz oqataylik, g'arbliklarniki nazaridagi Sharq Turkiston va Uyg'urlar haqida nimalarni o'ylaydi deb buni haqida o'zimizniki leksiyadan tayyorlab kelganingizga ko'p rahmat aytaman. Avval siz shu kitobning avtori kim o? Shu kitob haqida nimalar qisqacha deb aytib, anan keyin o'zingizning leksiyalaringizni boshlasangiz bo'ldi. Rahmat. Endi bugungi bu leksiya deb ketgan olmaydi. Oldi bilan ekran oldida o'tirgan barliq anglag'uvchilarga rahmatimni bildiraman. Endi Abay Abdurimijon so'zlab o'tgandek men endi shu o'zim bir kitob xumarchi burundan tortib har xil kitoblarni o'qib kelyaptim. Sharq Turkistonning tarixi, O'rta Osiyo tarixi va shuning o'xshash Arab tarix, dunyo tarixi bilan bularning hamma kitoblarini jiq o'qigan. Endi shu kitoblarning Uyg'urcha shu g'arb tarafdan nashr qilingan Uyg'ur ait kitoblarni bunday xulosalab aytadigan bo'lsak, shu 30-yillari bir jurch kitoblar o'ttirib chiqqanda, ro'yobga chiqqan vaqtlarda ma'vo Yaqub Bey davrlari, undan keyin yana biroz uchuqchiliklar bo'lgancha, Manching davrlarida shu vaqtlarda jiq kitoblar yozilgan g'arb tarafdan. Undan keyin aslo shu orliqlarda to'silib ketgan, chunki Xitoyning ishik asosan tamoman taqalgandan keyin g'arblardan albatta u yoqda materiallarni topolmay faqat nima qanday materiallardan foydalanadi deganda shu Xitoy tarafdan nashr qilingan kitoblar, endi keyin Rossiya tarafdan nashr qilingan kitoblar, Angliya taraflardan o'z vaqtida yozganlar, lekin o'z shu zamonaviy tarix to'g'riliq ancha nimalar yo'q, uzilib ketganda.
Şundan keyin qanday bo'ldi deganda 90 yillarga kelgan chaqda Xitoyning hamda mundaqcha aytgan chaqda ishiga biroz ichildi. Ishiga biroz ichilgandan keyin vatan ishchili bo'lamdi, sirtida bo'lamdi. Shu nurg'un yozuvchilar, sayohatchilar shu Sharq Turkistonga oid kitoblarni yozgan. Bu kitoblarning hammasini men bu yerda vaqt munosabati bilan bir-birlab deb o'tmayim. Mening o'zimning o'qiganimda 30 dak kitob bor-da, mushta kitoblar. Sharq Turkistonga munosabatli kitoblar, inglizcha yozgan kitoblar emas, Xitoyga doir emas, Sharq Turkistonni, O'rta Osiyoni markaz qilgan kitoblardan shunday. Ma'u birinchi bo'lib men endi qaysi kitobni tanishtirishni to'g'ri ko'rdim deganda, ma'u Central Asia: A New History from the Imperial Conquest to the Present deydigan ma'u adib Halit degan professorning yozgan kitobi. Buningki Uyg'urchasi ham Uyg'urcha tarjima qilsak O'rta Osiyo imperial bo'ysundirishdan boshlab hozirgacha bo'lgan yangi tarix deganda hamda men bu yerda tanishtirdim faqat Sharq Turkistonga munosabatli mazmunlarni deb o'taman, chunki u vaqtning munosabati vaqt munosabati bilan boshqa mazmunlarda azroqli izhor qilib o'taman, ularni bu yerda to'liq nim qo'ymaymiz. Adib Halit hakkında kısaca bir minutlik bir düşünce ben bu kime dem, ne yaşaydı, ne iş kıldı ve ahbarını hazır bir depresyonuz. Onu ma kene aldığımız gibi kelsak. İkinci betke. Düşmeydi o. Buna. Bir yerde Abdur Adib Halit hamda o'zining tigi asli shu nima O'rta Osiyalik hamda hesabda shu Pokistonda tug'ilgan keyin Pokistonda tug'ilib endi keyin shu nurg'un tarbiya biyalarning tarbiya ko'p keyin hamda Amerikaga o'rnashgan. Hozir bu shu Amerikadagi Carleton College deb Minnesota shtatidagi bir donliq kollejining professori u. Bu yerda şu məxsus bununki qıldığını şu hozirgi zaman O'rta Osiyo tarixi, onun içinde Sharq Turkiston tarixini o'z ichiga olganda şu O'rta Osiyo degan hozir birdan turibman deb o'taman, nima uchun buning O'rta Osiyo degan Sharq Turkistonni o'ziga olgan. Bu hamda donliq tarixchi. Endi buningki asosliq nima qiziqadigan taraflar nima deganda imperiya tarixi. Bu albatta dunyodagi barliq imperiyalar. Lekin nationalism degan mushulik millatchilik. Millatchilik degan narsa Sovet ittifoqida o'z vaqtida Sovet ittifoqida jiq bo'lgan ma'u Sharq Turkiston tarafdan dunyodagi nurg'un yerlarda millatchilik degan narsa, uni nationalism deydi. Lekin islom tarixi, lekin shu nima istiqlol harakatlari, ya'ni jaddizm degan bir tushuncha belki ko'rmanlar anlagan bo'lishmaydi. Jaddizm degan ashuna aytdim shu O'rta Osiyoda Sharq Turkistonda o'z vaqtida shunday taraqqiylangan bir nima hamdi. Uyg'unish davrida shu jaddizm deydi. Shuningami qattiq tadqiq qilgan. Men bugun tanishtirgan bu odamninki, bu odam boshqa kitoblarni yozgan. Men bu yerda bu tanishtirgan abayqi men suratni ko'rsatgan rasm mana shu kitob shu oldimizdagi mavzu. Buning jamiy bir 550 bettek ya, 550 bettek kitap. Bu ne 2021 yılda yakında neşr kılınğanda. Şu 2021 yıl degan bu Sharq Turkistonda irqiy qiyinchiliklar bo'lgan mezgillarda neşr kılıngan. Bu neşr kılgandan keyin shu ilmiy sohasida, tarixiy sohasida aytdi davron silinib ketganda. Chunki bu odamning o'ttirib qo'ygan ko'z qarashlari sal boshqacha. Ya'ni sal tuvan kirayli, tuvandi. Bu adam hem de bana deb o'tdi, bu adam şu foydalangan materiallarına ait köpte, mesela Uyg'urcha material, Tatarcha material, Ruscha material, Xitoycha materialni aniq yig'izamapti. Endi şu Türk devlet memleketleri kurgan şularınki nimelerini hem de özü köp tillik bir alimken değil mi? Şu tillarını hem de öz doğru düşündük ya. Ma'u birinci göstermek çoğundan bu şu hem de müşedemninki göz karşıdık O'rta Osiyo degan nima degan narsa qaysi doiralarni O'rta Osiyoga kirdi deganda menda ma'u kitobdan olgan bir xarita, ma'ni qaraydigan bo'lsak, o'ng tarafdan yerda 6 shahar deydigan yerda bor. O 6 shahar degan nima? Shu bizning Sharq Turkistonning aslidagi ismi 6 shahar deb atiladi shu vaqtlarda. Shu Yoqubbek davrlarida uning burun bu yerlarni 6 shahar deb davrdi. Shu Manchinglarmi
Mençinlardagi bizni ishg'ol qilmagan vaqtlarda bu rayonni olishadi. Uning ma taraf o'tgandan qo'rqqandi degan yer bor. Ma ani ko'rdinglar Farg'ona uymonligi bular degan biz bilan tushib ketadigan yer. Ammo bu tarafdagi O'zbek O'zbekiston tarafdagi shu Türk xalqlari bilan Sharq Turkistondagi Türk xalqlarining ancha farqi yo'qdi vaqtlarda. Chunki Chag'atay imperiyasini hammamiz buni Chag'atay imperiya davrida mishada hammasini bir tutash bir til so'zlaydigan Chag'atay tilini nim qilgan vaqtlar bo'lganda bu tarixni Allohni biroz tushuntirib, andikin bu yerda mening demoqchi bo'lganim nima deganda bu odamningki ko'z qarshida, bu olimning ko'z qarshida O'rta Osiyo degan shu Sharq Turkiston yana bir bet ketaylar, yana bir bet ketaylar. Ma'lum sallık konuşak. Yan bir bet geley tüvendik. Mana sallı nimqat olamda. Mana meyede ma hazırki harita qaraydigan bolsak, öz vaqt hazırki shu O'rta Osiyo degan iniqlimga bu nima adib Halip professor buningga ayrim nimani berganda, buningni qanday deganda ma G'arbiy Turkiston tarafdagi Qozog'iston, O'zbekiston, Turkmaniston, Qirg'iziston, Tojikiston bu 5 davlat ham hozir ular davlat-ku bilan ma Sharq Turkiston. Bu Sharq Turkiston ham albatta Xitoyning ishg'oliyati ostida shu 5 davlatni O'rta Osiyo deb aniqlab bergan. Bu boshqa nurg'un tarixchilar, yozuvchilarning nimasi bilan uqum bilan sal o'xshamaydi. Hatto BDT tarafdan ma Sharq Turkistonning O'rta Osiyoning bir qismi demaydi. Endi bizning Uyg'ur olimlarining ichida, Uyg'ur tarixchilarining ichida Turg'un Almaskam shu O'rta Osiyo, Sharq Turkistonda nima O'rta Osiyoning bir qismi deb kelgan. Shu vaqtida keyin u shu ko'z qarashni o'tirib qo'yganlikdan albatta Xitoy tarafdan jiq nimalarga bostirishlarga duch kelgan. Shu vaqtda kitoblarining hammasini vaqtlarda yo'qotib o'tgan. Albatta bu yerda bu paranglarni demak. Endi bu yerda shu odamningki shu nuqta nazaridan O'rta Osiyo degan Sharq Turkiston degan O'rta Osiyoninki ayrilmas bir qismi degan shu tushuncha bo'yicha bu o'zining nimalarini yozganda shu vaqtda G'arbiy Turkiston bilan Sharq Turkiston deb ayirganlar. G'arbiy Turkiston deganimiz abayqa deb o'tgandek 5 hozirgi 5 davlatni o'z ichiga oldi. Sharq Turkiston degan. Bu G'arbiy Turkiston degan amaliyotda shu 1800-yildan başlardan başlab 20-yillarga endi birdan yana bir xaritani ko'rsin. Shu vaqtlardan boshlab bu Rusiya tarafından, Çar Rusiya tarafından asta tedrici halda işgal kılındı. Bu ular A tarafı. Şarkı Türkistan tarafı olsa Şarkı Türkistan diye hem de bütün dünya itiraf kıldıgan vakti neme degen şu 1750 yılları Manchu Xitoy emas, bununla ait diqqat qilaylik. Qarindoshlar mishada mushu tushunchani biz haqiqatan bir buni nima bu mening ko'z qarashim emas, bu professor Adibning ko'z qarashida u yerda avu nima deganda bu Manchular bizni ishg'ol qilgan, Xitoy emas. U Manchu imperiya. Buni hammamiz bilamiz, lekin Xitoy tarafdan chiqqan har qanday tarixda u Manchularni Xitoy deb mundaq qaraydi. Bu kitobda Nimit Ashti to'g'risida qanday mazmunlar bor? Ya muşunun maxsus tushundirdim. Mush ma'zur davatgan gaplarni qo'y. Men meyada faqat hozir bir yarim soat ichida 500 necha betlik kitobni nim qo'yapman qo'y ixchamlab. Mushlarning hammasini ash kitobda tafsiliy tushundirdi. Bu yerda vaqtimiz buningga berilgan vaqt yarim soatlik vaqt qo'y. Shuning uchun Bo'sal buzuq qo'yliq bu bir necha qism bo'lib ketsa ham mayli-chu. Ana bular xalqimizga bo'lsa tafsilroq bunda bir tushuncha bersangiz texnik yaxshi. Ya buni meningki o'ylig'im o'tganda siz bilan mi deyishdim qo'y, mening o'ylig'im birinchi qatimliq 30 minutlik leksiyada, 30 minutlik leksiyada umumyuzlik bu kitoblar qaysi mazmunni o'z ichiga oldi deganni tushuntirib chiqamiz. Endi keyin yana bir ikki qatim chiqarib, endi keyin ayrim maxsus bir boblarni tafsiliy shuni tonishtirgan ishni qilamiz. Bu albatta ko'rarmanlarning qiziqarligi bog'liq. Shundaqmi? Shunda deyishgan qo'y, ha? Shuning uchun bir şeyda hamda xaritni ko'rsatishga maqsadda men xaritni bilishimiz kerakda. G'arbiy Sharq Turkiston degan nima? Sharq nima? G'arbiy Turkiston bilan Sharq Turkiston degan tushuncha u biz hozir ijod qilgan tushuncha o'z vaqtidagi bir uqumda. Chunki sobiq Sovet ittifoqi ma'vu stonlarni ishg'ol qilishdan burun beyalardigan asosan dunyoda bir gavda sifatida qaratilgan. Bu shu adibning ko'z qarashi. Shuning uchun yana bir bet kelaylik.
Yani bir qancha xaridlar var, shularni o'tkazib yutiblar, undan keyin nimaga kelamiz. Endi meyada mani men shu Adib apandininki kitobidan olgan bir yer, bir nima bor, bir rasm. Buning men qanday qildim deganda sonlarni hozirgi ma'lumotlarga almashtirdim. Chunki kitobim degan 2020 yil chiqqan, lekin shu asosan nimalar shuning bilan o'xshab ketadi-da. Bu yerda shu bu O'rta Osiyodagi davlatlar, mana abay deb o'tdik, 6 davlatni o'z ichiga oldi, Sharq Turkistonni o'z ichiga oldi, 6 davlatni o'z ichiga oldi. Bularninki shu GDP nimasi, NOPsi, andikin poytaxti qatorliqlardan bir yer ratlab chiqqanda, bu ratlab chiqqan. Buningda nimani ko'rvag'ini bo'ldi deydiganda biz qarab boqqan bo'lsak, mana bu shu Qozog'istonninki amaliyotda taraqqiyoti eng oldida ekanda. Taraqqiyotininki Qozog'istonning ayni ko'rib o'tdik. GDP kishi beshiga 1100 dollardan ortiq ekan. Sharq Turkistonniki bir hisob tuvan emas ekanda. Sharq Turkistonniki mana 88.100 9.000 atrofida ekan buning qolcha. Umumiy biyalarninki shu umumiy nopsi 105 milyon bo'lamda 105 milyon atrofida ekan. Shu O'rta Osiyoning o'ldi qoldi. Demak bu bir gapda biyalarni tushundigan Adib apandi mushlarninki iqtisodiy ahvollari, burungi iqtisodiy ahvollari, hozirgi iqtisodiy ahvollari shularni hammasini tushundirib, andikin shu Rossiya, ya'ni sobiq Sovet ittifoqi kontrol ostidagi G'arbiy Turkistonningki dastlabki ahvoli, keyingi ahvol, taraqqiyot ahvoli, keyin qanday bo'lib ketganlarini tushuntirib, tam mustaqil bo'lgandan keyin qanday taraqqiylangan deganlarni hammasini tushuntirib chiqdi. Andikin Sharq Turkiston tarafdami shu iqtisodninki xeyli yuksakka ko'tarilganligini tasvirlab o'tdi. Uni ko'z yumbog'ili bo'lmaydi. Endi albatta, eğer nopsini 26 ming 27 milyon debdi Sharq Turkistonda. Lekin buni shu Xitoylarning o'z ichiga olganda, endi bu yerdagi bu boyliqlar Uyg'urlar qanchalik tegadi, u bir ayrim masala-da. Uni biz bu yerda muzokara qilmaymiz. Endi aningda Adib apandi shularni azroq tushuntirib o'tgan Uyg'urlarga qanchalik foyda yetkazdi degancha. Shuning uchun aningdilla voy biz xeli boy ekanmiz degan ahvol emas bu yerda. Bu yerda faqat u boyliqlar kimga tava, kim ularni kontrol qilyapti degan yer kelganda uni Xitoy tarafdan kontrol qildi. Shu mencha shu boyliqlarning ko'pincha qismi yana ishkirsiz ketadi bu yerda. Shunday. Endi buning qiziqadiganlar bo'lsa, shuni ko'zanglar bo'ldi, ayrim chiqarib qo'ysak bo'ldi. Bu faqat bir umumyuzlikka iqtisodiy ahvoli odamda shuni qilaydi. Turkmanistonni oldigan bo'lsak, Turkmaniston hamda mushlarning ichidagi eng kambag'alroq rayonlar kelsa, Qirg'iziston, Turkmaniston degan yerlar. Savol shu men qarasam, East Turkistonni shu 1.660.000 kvadrat kilometr qilib chiqaribdi-da, hozir Xitoy chiqargan. Shuni men baqaga o'xshaydi, aslida bizning tizimimiz 1.820.000 kvadrat kilometrda, mana yana bu aliqi Abdurning hurmatini deyishdi-ku. Abdurningki bo'yicha o'ttirib qo'ygan narsa. U mening shaxsiy nimam emas edi. Albatta, Sharq Turkiston degan tushuncha meningdan keng bo'ldi. Chunki shu nima deymiz, Oqsoychin degan yerlar, andikin Kashmir taraflarning ashyalarning bir mo'nchilari Sharq Turkistonga kirdi. Andikin Sharq Turkiston hukm degan ba'zi bir, masalan, Adib apandi shuni o'ttirib qo'ydi-ku. Türkistan degan tushuncha amaliyotda hozirgi tushunchada emas. Shu Mongoliyaning var-ku, Mongoliyaning bu nima taraflarmi asl Turkiston rayoniga kirdi. Tibetning bir qismlarimi Turkiston rayoniga qildi. Shu vaqtda albatta bu degan bir debate bo'lma, talash tortishga tegishli bir ish bo'ldi-da, Sharq Turkistonning doirasi zoti qanchalik degan. Endi men yerda bu Adib apandining bu yerda qo'yg'ini ham shu bu o'zgarmaydi-ku. Ziminninki bu o'zgarmaydi. Men o'zgartgan sonlar qaysi degan nopsi o'zgarganligini, nima deganini, buni men BDTninki nimasi bo'yicha oldim. O'z vaqtida Adibmi shu BDTninki nimasi bo'yicha olganda, chunki bu tarix kitoblarni andiki tahlillarni qilgan chog'da shu sonliq ma'lumotlarning hammasining asosi bo'lmaydi.
Biz endi bizde endi var siyasi maksat bilan bo'lamdi, ba'zi maksatlar bilan voy Uyg'urlarni manchilik o'ldiryapti, Uyg'urlar degan manchi million deydigan gaplarni davrimiz-ku, u ilmiy asosi bo'lmagan paranglarda deydi. Shu haqlar osonlikcha bo'lmaydi. Lekin BDT'ninki hatto Xitoy hukumatining chiqargan narsasini xalqaro shularni e'tirof qildi. Uningda bizning nimamiz yetmaydi. Shuning uchun biz sonlar to'g'riliq bu yerda mushu endi bir muhimroq ko'rdimda, chunki bu iqtisodining qandoqligini men ko'rib olgan bo'ldi-da, GDPning ahvolida nimani ko'rib olgan. Endi bu yerda yana bir ikki xaritni ko'rsatib o'taymi. Rossiyaninki shu endi Rossiya deganimiz o'z vaqtidagi shu Char Rossiyada, Char Rossiyaning qandoqlarcha taraqqiyini bular degan 1800 yilning boshlari bular degan Char Rossiya degan kuchlanib ketib bularnikin shu yuqori tarafdagisi shu Qozog'iston, hozir Qozog'istonda vaqt Qipchoq degan nima davlatmi, nima deydi, Qipchoq rayonidan shular endi shu yerdan bu yerga buyan dastlabki besib kirdi 1822-yildan boshlab. Andan keyin asta bular kengayib, andan keyin 1870-yillarga kelgan chaqda O'zbekiston, Oyaqtika, Turkmaniston, Qirg'iziston qatorliqlarni oldi. Undan keyin yana shu janub qarab 1870-yillar, ya'ni 1890-yillarga 95-yilga Tojikistonlarning o'zi kelib, bu Char Rossiya nim qilib, zimini kengayib shuncha ekanlarni o'ziga egallaydigan bo'ldi. Keyin albatta bu 1917-yili bu sobiq Sovet ittifoqi qurilib, ham bularning hammasini o'ziga nima qilib oldi-da. Lekin bu Ruslarning boshqarish usuli bilan Xitoyning boshqarish usuli o'xshamaydi. Bu yerda bu kitobda Adib apandi bu o'xshamasliklarni tafsiliy bir qancha babga bo'lib tushundirganda Ruslar qanday boshqargan, Xitoylar qanday boshqargan degan tushunchalar. Shuning uchun ma'ni bir ko'rib o'taylik. Yana bir xarita kelaylik. Endi bu Manching, abay men deb o'tdim. Bu yerda Manchinglar shu Sharq Turkistonni bo'ysundirgan. Bu degan tarixiy bir fakt. Xitoylar emas. Chunki Xitoylarni Manchinglar boshqaradi vaqtlarda. Endi u vaqtlarda qandoqlarcha bu bizningki Sharq Turkiston rayonicha o'z vaqtida Jungariya, endi kim Jungariya deb ataladi. Bu shu 1750 yillarga vaqtlarda. U vaqtida mana shu Jungariyani boshlagan G'aldan deb bir Mo'ng'ulninki bir nimasi bor endi, bir podshoh istamdiq Mo'ng'ulninki bir nimasi bor edi. Bu shu vaqtida shu Manching bilan talishib, o'z vaqtidagi Mo'ng'ullarning territoriyasini men qaytarib oldim deb Manchinglar bilan so'qishdi. Manchinglarga jiq zarbalarni berdi. Bularni bu vaqtdagi urushlarni, talash tortishlarni Adib apandi kitobida maxsus tafsil tushundirgan. Bu yerda to'xtalmaymiz. Men yerda faqat ko'rsatganimiz nima deganda, Sharq Turkiston shu 1750-yillari shu Manchular tarafdan bo'ysundirilib, o'zining bir qismiga aylandi. Shu endi shu vaqtda bo'lgan ishlarda bu. Uni ana ashadik anında endi Adib apadining deyishicha, bu yerda endi buni Jungar xonati deb ataladi ekan-da. Ana yerda G'ulji turdi, Qashqar turdi, Yakan turdi, Xotan turdi. Ana oyoqda yana Keriya deganlar, endi hatto Tibetning bir qismi shunga kirib ketganda. Chunki u vaqtida Tibetni shu Manchinglar tatib elib, shuning bilan bular o'zlari. Lekin u vaqtida bu Xitoy o Manchingning boshqarish usuli keng Xitoylar bilan o'xshamaydigan bir muhim yer bor-da. U qaysi deganda bular hatto Xitoylarningchi shu Sharq Turkiston tarafga bag'izmadi. Nima uchun degan ashlarni ma'lum jihatni aytgan chog'da yerliklarning urf-odati, yerliklarning qoida usullarini o'zi saqlab qolamiz deb Xitoylarning u yerga ko'chishini ancha nim qilmagan. Garchi oz to'la bir dehqonchilik qilgan Xitoylarning u yerga ko'chagan bilanmi, lekin cho'ng ko'lamda keyingi davrda bunday ko'chish siyosatlarini qo'llamagan Xitoy.
Xitoy qo'llamagan. Bu yerda endi Ruslarniki bilan farq qiladigan nima deganda, Ruslar shu o'zining shu Qozog'iston, O'zbekiston barliq respublikalarning xalqlarini o'zlariga o'zlari xo'jayindek ko'rsatgandiki ularga bir masalan bir o'zbek voy men o'zbek sovet deydi, sovet o'zbek deydi o'zini. Xuddi biz o'zimizni Amerikalik Uyg'ur degandek, Gollandiyalik Uyg'ur degandek, ular degan biz sovetlik o'zbek, sovetlik tatar, sovetlik qirg'iz deb ataydi-da, ular o'zining sovet deganni o'zini bir davlat deb qaraydi. Lekin Xitoy tarafda unday emas. Xitoy tarafda Xan degan millat, Xan, ya'ni Xitoy degan millat hammalarni boshqaradigan bir xo'jayin millat degan tushuncha burundan nima yani ma vaqtida emas, ma sal keyin chiqib bu. Manching davrida albatta manlar degan hammasining egisi deydigan tushunchadir. Lekin bularga yerliklarning bek qarshi ko'rsatib ketmasligini nima qilish uchun shu yanada ma'lum jihatdan nima. Shundaqdimi, endiki ma adabning kitobida ma bizning bilimizga Yoqubbek davrini. Yoqubbek davri yana 1870 nechinchi yil 1860 nechindan 1877 yil Yoqubbek vafot bo'ldi. Shu vaqtchi bo'lganda bu Yoqubbek bu Sharq Turkistonni asosan qaytirib elib, qaytadan mustaqilligini jakalab, uni oltisha nimasi Qashqariya degan davlat Manchinglarni haydab chiqdi. Keyin andiki yana bir bostirib turdi 1840-yilda nima qilib, hozirgi Ichiz ismini qo'yib, o'zining havas qilgan. Qani ham yana bir bat kelaylik. Meyada ma xaritin chiqargani sababi buningdan maxsus bir bob borchu, bir bobda bu Adib apandi mushu nimani tushundirish orqali Xitoylarning Uyg'urlarni qandoq boshqarganligi, qandoq yerlik turk xalqlarini qandoq parchalab boshqarganligini bu yerda bayon qildi. Bu yerda bularning qo'llagan bir tadbir nima degan, garchi butun rayonni Uyg'ur optimum rayoni deb atagan bilan mushu ziminninki yerimidan ko'p qismini, hatta 3dan 2 qismidagi rayonlarga hammasiga yerlik millatlarga tava bo'lgan avtonom oblast deb qo'yildi. Masalan, G'ulji tarafda G'ulji ili Qozoq avtonom oblasti degan borda. U 5dan 1 qismi egallaydi. Endi u yerda Bo'rtala Mo'ng'ul avtonom oblasti degan bor. Endi ma Sanji tarafda xiyolga kelgan Tunganlarni Sanji Xuy avtonom oblasti deb buni qurdi. Endi mayda yo'g'on bir parcha ma Korla tarafdagi naytu yo'g'on bir cho'ng bir rayonni Baying'olning Mo'ng'ul avtonom oblasti deydi. Men o'z vaqtim shu oblastni borgancha borsam bu yerda bu Mo'ng'ul ko'rinmaydi asosan. Mo'ng'ullar nait az kelsa Uyg'urlar jiqga amaliyat. Shundaqdimi ashada yana Baying'olning Mo'ng'ul oblasti deb yo'g'on bir parcha vaqt kesib berdi. Endi oyoqda Qashqar tarafda ana Qizilsuv Qirg'iz avtonom oblasti degan. Mushlarga ham mushtaq bir qancha avtonom oblastlarga bo'lib o'tib, bularni shu xuddi yerlik millatlarga o'zining huquqini berayotgandek qilib amaliyotda qanday qildi degan Uyg'ur degan cho'ng gavdini parchalab shu boshqurishninki nimasini qo'llaganda shu vaqtda shunday. Endi qarab boqaylik baqarati. Qarab boqsang Uyg'urlar vaqtida nima qoldi? Qashqar viloyati qoldi, Xotan viloyati qoldi, Aqsu viloyati qoldi, Qumul, Turpan shular qoldi-da. Qolgan yerlar hammasi o masalan G'uljilarda biz qozoqlar bizning yerimizda dalalaydi, Baying'ol Mo'ng'ullar bizning yerimizda dalalaydi. Ashta bir ahvol sep qo'ydi-da. Demak, yerlik millatlarni bir hisobdan bir jidal sep qo'ygan yer bor. Ammo Adib apandining bularni tonishtirganda-chu yana bir uqumni bu yerda aytib tushundirganda, bu yerdagi mushu Hajpurat o'xshamaydigan millatlar amaliyotda hammasininki heritage, ya'ni heritage deganimiz nima deganda
Heritage deganimiz e, miras. Tarix mirasları ameliyatı bir degan tushunchani şey o'tirib qo'ydi. Masalan, abay biz deb o'tdik Jungariya deb oldigan bo'lsak, bu Jungariya degan xuddi Mo'ng'ullarning yeri degan bilan amaliyat xalqlarining ko'pinchisi yana Uyg'urlar. Uning oldinroq davrlarga o'tadigan bo'lsak, o'liqi masalan Chagatai imperiyasidan keyin yana bir nimqondan keyin Tug'luq Temirxon davrlari qandoq bo'ldi deganda, ashadagi Mo'ng'ullarning hammasi Uyg'ur bo'lib ketdi. Demak bu Mo'ng'ul bo'lamdi, Qozoq bo'lamdi, yana birdan bularning tek jihatda aytgan chog'da miroslar bir deganda tarix miroslari bir. Buni faqat ashtaq pochlash orqali mushtaq qilayotgandi. Uni Ruslar shu usulni qabul qilgan, Xitoylar shu usulni qabul qilganda vaqtida shu o'z vaqtida amaliyotda shu nima taraflardim o'liqi men o'zbekdim, sen tatardim, sen deydigan gaplarmi yo'q ekanda u vaqtlarda shu adibning kitobini bu gaplarni yozganda voy Qashqardagilar biz Qashqarlik deydi, Xotanliklar biz Xotanlik deydi, andiki O'zbekiston taraflik Toshkentlik, Buxorolik deb o'zini shu ism bilan atapli kelganda undaq u yerda biz o'zbeklik sen Uyg'urding deydigan tushunchalarmi yo'q. Hamda Qaraxani davrlarga ketadigan bo'lsak, bular degan bir tutash, bir gavda, bir davlat 600 yildak davom surganda. Bu mush tushunchalarni hammasini tushundiramiz. Qani yana bir bet o'taylik. Muaxiret rasmiy aloqa uzun zamonlarga bizim ko'migiladi. Mana chetda chiqib ko'rib, siyosiy qalalar o'ylagan vaqtda bu Xitoy tajovuz hukm sharqdan besirgandan keyin mana boshqa millatlarga saq poch bilib berish orqali ichki birlikimizni buzadigan shunda bir Xitoyga qarshi harakat qilib qolsa, ichimizni bir-birimizni setlab, bir-birimiz orqali bir-birimizga ichki jidak sab qo'ygan bir xarid qilgan masala. Şu açtaq mana manında hamma mush kitobda chu mushlarning hammasini tafsiliy tushundirgan. Bu men degan gaplarimiz bularni tafsiliy tushundirgan. Bu bir Xitoyninki shu bir strategiyasi. Rusiyaning strategiyasini ya nima Rusiya deyim, Ruslarning strategiyasini qabul qilgan, lekin ularni o'zgartib, yerlikka boshqacha bir siyosat yurgizganda. Shuning uchun u keyinandiki nima davrlar keldi. Ularni hozircha qani vaqtmi bir yer berib qolganda qildi. Shu oxir qismini tugatiladi. Ana shunday ma'ningda to'xtab, ma'ningda qanday bo'ldi deganda men shu bu kitobning jami mana meyda men ko'rsatib qo'yay 25 bob bor. Mana 25 bob. Bu 25 babdan Sharq Turkistonga munosabatda, ya'ni bizga munosabatda qanchalik borki shu kitobda. Ya shuni men mashadiratlab chiqdim. Mana ko'rdinglarmi? Hozir qaraydigan bo'lsak, amaliyotda men o'tganda senga bu yerda balkim bir 50%lik Sharq Turkiston bilan munosabatlikmi degandim bu. Amaliyotda bunda qarab baqsam, qaytlab uningdan mijikka. Chunki ba'zi bablarni men yozmaganimda u bablardimi ma'lum qismlarida Sharq Turkistonga munosabatliklar. Bu selishtiryapti-da. Rossiyaning boshqaruvi bilan Xitoyning boshqaruvini selishtiryapti. Selishtirayotgandan keyin Ruslar manda boshqagan deblangan g'achda bir babzasini buni yozdi. Yana bir abzas kelib, buning qarshi Xitoylar manda boshqargan degandekda. Shuning uchun hamda meyda asosiy shu 25 bab dedim o 25 babning ichidagi mana meyada 10 babma meyada 10 bab maxsus Sharq Turkiston bilan munosabatlik. Bir yerda bab bo'yicha bir-birlab o'qib chiqay. Birinchisi yani the multiple heritage of Central Asia. Heritage degani ham bu miros deb qoldik, miros deb. Bu yerda nima deganda O'rta Osiyoninki o'rtaq nima? O'rtaq mirosları degan gapda heritage o'rtaq miros. Degan bu babda maxsus nimani bu biroz tarix o'tib ketganda, tarix o'tib ketgan. Men bir narsani men deyman deb unutib qolibdim. Bu dedimmi abi? Bu adibning yozgan kitobichi yangi tarix deganning sababi bu asosan 1750-yildan keyingi 250 yil jarayonidagi O'rta Osiyoni yozdi. Uningdan burungi türklar,
davri, Uyg'urlar davri, u tarixlarga kirmaydi. Uning faqat eg'izda o'tkazib o'tadi. Eg'izda o'tkazib ketganda shu birinchi bobda ashada undaq tanishtirib o'tadi-da, bularninki miros degan nima deganda shu burun qandaq millatlarni qandaq taraf topgan deganda shu Türk imperiyallarini tatib azroq tushundirib, birinchi bobda shuni tushundirdi. Uningda Uyg'urlardagi mazmunlar asosiy mazmunlar. Chunki u Uyg'urlar O'rta Osiyoning keng tarixlarini belgilagan o'z vaqtida qadimgi Uyg'urlar-ku. Uni hammamiz bilamiz. Qadimgi Uyg'urlar shularni tanishtirdi. Endi kinlik esa ikkinchi bobda Manchu imperiyaning Sharq Turkistonni bo'ysundirishi. İsimler, men qo'ygan ism emas demoqchiman, mala emas o'z kitobida shu pit yozgan nimalar. Manchularniki Sharq Turkistonni bo'ysundirishi degan bir bob. Uningda shu Manchular abay men ko'rsatgan xaritada 1750-yil qanday qilib Sharq Turkiston besib kirdi, Jung'arlar bilan so'qishganda egallaydi degan tarixlarni bu yerda tafsiliy tushundir. Bu Sharq Turkiston munosabati. Endi keyin Qo'qon bilan Chingninki yipaklari degan bir bobda. Bu yerda Qo'qon deganimiz hamda o'z vaqtida nima deganda shu Qo'qon deganimiz shu Qashqar tarafdan shu g'arb taraf qarab mangandan keyin shu Farg'ona, O'ymonligi deymiz, O'zbekistonning nurg'un qismlari uchun Qo'qon deganlar kirdi. U vaqtda bular o'zlarini bir gavda bir millat deb qaraydigan vaqt. Şu vaqtda Qo'qon tarafdan mayoqlar kelishi nihoyat xotirjam. Endi keyin bular shu Chingninki yipaklarini va yipak savdini qilishib nima qilgan davrlar shu vaqtdagi ahvollarni bu yerda tushundirdi. Endi keyin 4-bob bo'lsa, bu qozoq etnografer deb bir qozoq hamda bir hisobda hozirgi tushunchalar bo'yicha bir jasus desak bo'ldi. U ashaga berib bir hisobda yalarni kuzatish orqali endi keyin ashalarninki shu Sharq Turkistonninki yer geografiyani endi keyin har xil shu yerlik millatlarning nimalarni kelib chiqishlarini tadqiq qilish orqali endi keyin bu Rossiya bilan ma'lum jihatdan Sharq Turkistonni bog'lashtirdi, Rossiyaga tunishtirdi Sharq Turkiston. Bu albatta sosyalist Sovet sosyalistik respublika qurilmagan vaqtlar shu vaqtda bo'lgan ishlar. Endi keyin mana ko'rdinglar tunji Sharq Turkiston nima? Cumhuriyeti. Buningda qandaq buningda nihoyat tafsili shu tunji Sharq Turkistonning qurilishi, uning yemirilishini tushundirdi. Hammamiz bilamiz bu 1933-yilda 12-oyning 12-kunida qurilgan shu 11-12-kunida qurilgan Sharq Turkiston tunji Sharq Turkistonning quruvchiligi Qashqarda qurilgan. Ularning shu jarayonda bo'lgan qalaymiqanchiliklar, shu bir-birini Uyg'urlarning ichida bo'layotgan ziddiyatlar, bir-birini nima qilganlarni hammasini ashad tushundirib bo'ldi. Endi keyin 16-bobda, araliqda 15-bob asosan Rossiya tarafini so'zlaydi. Endi keyin 16-bob kelgan chog'da ikkinchi Sharq Turkiston Cumhuriyetining qurilish jarayoni, uning ko'tarilishi, og'dirilishi qanday qilganligini buning da tushundirdi. Bu 1944-yil 11-oyning 12-sida qurilib 1950-yillar Xitoy tarafdan Xitoy bilan Rossiya tarafdan masalan yo'qotilgan degan narsalarni tanishtirdi. Endi keyin 19 araliqda yana bir qancha bobni bir qancha boblarda shu Rossiya taraflarini so'zlab, endi keyin yana qaytib kelib Sharq Turkistonninki kommunizm, Xitoy kommunizm sistemining ishg'oliyatidagi Sharq Turkistonni deb maxsus bir bobni uningda tushuntirib chiqdi. 19-bob. O 19-bobda buningda maxsus shu 49-yildan boshlab keyingi davlat qanday Xitoy qanday bosh qo'yganligi to'g'risida. Bu nihoyat bir yaxshi yozilgan bir bob ekan. Bu odam shu
shu vaqtdagi ahvollarni nihoyat obdan bildik, bilib shularni yezib chiqqan. Chunki biz shu davrlarni beshimizda o'tkazganlarga hamda bir nimani ko'rgandik, ammo qanchalik rost, qanchalik yolg'onni shu qarab o'qibla farq etib ketalamizda, buni mencha nihoyat yaxshi. Endi keyin kelgandiki, mana bu 21-asrdagi nima Gulag. Gulag degan lagerga endi. Maxsus bir bapta shu 21-asrdagi lager deb shu irqiy qirg'inchilik davrlarni 16-18-yillarda shu vaqtlarda bo'lganda bu kitobni 21-yilda yozgan bo'lgandiki, u butun narsalarni, ishlarni, materiallarni jiq ko'rib, shuni maxsus bir bob qilib, buni tunishtirib chiqdi. Bu bir bob. Hani xulosan chiqirdi, shunday qilib shu nima qildi, shu 25 bobning ichida mencha shunday shunchalik 20dan ko'p, 20dak boblari nima Sharq Turkistonga munosabat mazmunlar. Endi qolganlari o'shicha men abay deb o'tgandek, qolgan boblarda Sharq Turkistonninki mazmunlarini shu selishtirmiş şekilde bunu abzas bo'yicha yezib, ayta yaxshi yozgan kitap ekan. Bu resimni siz kirgizdingizmi? Shu kitobda bor resimmi ekan, mana resim. Ya bu resimni men bu resimni men kirgizgan edim. Bu resim ma tarafdagi birinchisi nega munosabatlikda hamda undaqi buningda boshqa rasmlar bor, lekin rasmlar ancha jiq emas bu kitobda. Rasmlarni ancha nimqman. Chunki bu asosan tarixiy kitob bo'lgandan keyin mana rasmlar ancha jiq emas. Bor ancha muncha. Maharashtraning 5-si 33-yil qurgan Sharq Turkistonning qurilgan yig'ini ostidagi 44-yil Sharq Turkistonning qurilgan vaqti. Bu ikki rasm men kirgizib qo'ydim shu munosabatlik deb. Endi mayada yana bir ikki bobni men qo'shib qo'ydim, 21-bob deydi. 21-bob bu qiziqarli bobda. Buningda unwanted independence debdi. Talab qilinmagan mustaqillik. Bu nimani bildirdi deganda, shu o'z vaqtida bor-ku, bu kitobda shuni yozganda bir qiziqarli mazmun. Nima debdi deganda, shu Sovet ittifoqi, sobiq Sovet ittifoqi 90-yillardan boshlab parchalandi-ku. Parchalangandan keyin shu nima Gorbachev, Yeltsin, yana shu Ruslarning ichidagi shu nurg'un nimalar bilan Rossiyaning ichidagi taraqqiyotdan xalqaro besim bilan Rossiya parchalandi. Parchalangan chog'da parchalanishning dastlabki davrida Litvaniya, Estoniya degan davlatlar o'zlarini mustaqil bo'lib jakolab chiqitdi. Ashta qilib eng oxirida shu Türk mamlakatlaridan bulardan raisnash bo'lib bordi. Sizlar mustaqillikni xohlamsizlar deb raisnash olib borgan chog'da 90dan 95% xalqlar Qozoq bo'lamdi, O'zbek bo'lamdi, Qirg'iz bo'lamdi, Tatar bo'lamdi. Yo'q, biz mustaqil bo'lmaymiz. Biz mustaqil bo'lmaymiz, yana shu Rossiya tabas turmiz deb nim qilganlar shular bo'lib chiqdi. Demak, ularda unda xiyol, unda o'ymi yo'q. Mushina mazmunlarni yashadi tushuntirib chiqqan. Keyin qandoqlarchi bular mustaqil bo'ldi, bir hisobda bo'ldi seni sen bilan mening chatlig'im yo'q, nim qilsang qil degan yer kelganda, endi o'zlari bir-birlab mustaqillikni jakolaydi degan nimalarni yozdi. Albatta bu gap endi adibning bu ko'z qarshi qo'shilmaydiganlarga jiq qilish mumkin. Men bu yerda faqat adibning professor adibning fikrini men bu yerda o'zim mushtarak gaplarni yozgan ishlar yo'q. Hamda maxsus bir bobda unwanted independence mustaqil xohlamaydi. Shu vaqtda albatta men bunda o'ylab qoldim-da. Agar hozir Uyg'urlardan mustaqil bo'lamizlar yoki Xitoy tavas turaveramizlar degan savolni qo'ysa, qanchalik Uyg'ur Xitoydan olib mustaqil bo'lamiz deydi degan savolni so'raydigan vaqt kelib qoldi. Albatta bu meningki mishlik shaxsiy fikrimni qo'shib qo'yib. Endi eng oxirgi kelgan chog'da eng oxirgi 22-bob bo'lsa New Central Asia. Yangi O'rta Osiyo deganda, Yangi O'rta Osiyo degan bobda
Şu O'rta Osiyo, ya'ni Sharq Turkistonni o'z ichiga olgan shu bir gavda O'rta Osiyo hozirgi zamonda, ya'ni kelgusi uchun qandoq muhim o'rinda turadiganligini so'zlab chiqdi. Tafakkur qilib, tahlil qilib, bu lekin u odamning qo'ygan nimasi nima deganda, Sharq Turkistonsiz O'rta Osiyo ham taraqqiylanmaydi. Sharq Turkiston degan dunyo iqtisod taraqqiyotidagi bir nihoyatda muhim bir qismi deydi. Endi bu yerda o'ziniki xulosada qolgan gaplarni qolgan nimalarni o'zinglar xulosa chiqarasizlar degandek savolni qo'yib kitobini oyoqlashtirdi. Endi eng oxirgi nimaga kelsak, bu endi abay deb men deb o'tdim-ku, bu yuqoridagi mazmunlar emas, buning nurg'un boshqa mazmunlarning o'z ichiga olgan. Chunki 500 necha betlik kitob. Agar O'rta Osiyo tarixiga, Sharq Turkiston tarixi qiziqadiganlar bo'lsa, bu kitobni jazman o'qib chiqqan ekan. Chunki Abay Abdurimjon deb o'tgandekda biz Uyg'urlarning ichida tarixiy kitoblarni yozganlar xili jiq. Nima xili jiq. Lekin haqiqiy tariximizni bilish, tushunish uchun biz har xil materiallardan foydalanishimiz kerak. Chunki nima uchun deganda, nima uchun men bu gapni deyman degan chog'da, bizning Uyg'ur unfortunately bir afsuslarlik yer nada deydigan bo'lsa, biz Uyg'urlarning ichidagi o'zlarining tarixchi deydiganlar bor-ku, biladigan tarixi o'z vaqtida Xitoyda o'qigan tarixlar. Yoki Rossiyaning materiallaridan foydalanib o'rgangan tarixlar. Ma g'arb tarafdagilar degan o'zining shaxsiy nimasini qilmay, o'ttir o'rinda turib, neutral position turib, bu kuzatuvda ularning yozgan tarixini o'qish nihoyatda muhim. Shuning uchun boshqa topiklar nimada, masalan, Rossiya imperiyasi qanday qilib Sovet ittifoqiga o'zgargan, Qing imperiyasi qandoqlarcha keyingi hozirgi Xitoy bo'lgan. Undan keyin rayonninki bölünüşleri qatarlıqlar. Andikin rayonninki taraqqiyoti, uyg'unishi, andikin jadid harakatininki yimirilishi qatarlıqlar. Jadizm degan nihoyatda bir muhim topikchi, O'rta Osiyoda bo'lgan Sharq Turkiston xili nima buni umumiy tushuntirib chiqdi. Andikin O'rta Osiyoniki ma'rif sohasidagi ahvollari. Ma'rif sohasida endi bu odam bir hisobda shu ma'rif jihatdan qanchalik bir vaqtida bir hisobda Sovet ittifoqi bilan Xitoyga ma'lum jihatdan kreditni berganda, yaxshi ishlarni qildi degan yer bor. Nima uchun deganda, masalan, Rossiyadagi respublikalarda, hamma respublikalarda o'ttir maktab, universitetlar shundaqcha qurilgan, ularning xalqlarini shunda yuqori saviya qilib tarbiyalagan. Xitoyda shundaq. Xitoyning nurg'un maktablarda Uyg'ur o'quvchilar o'qib, yerlarda tarbiya ko'rgan. Bularni e'tirof qilmasak, ma'rif sohasidagi nimalarni bu yerda deb o'tgan. Undan keyin keyingi bo'lsa, imperial siyosatdan keyin qanday ahvollar bo'lyapti deganda, masalan, Sovet ittifoqi respublikalarning mustaqil davlat bo'lishi, hozirgi zamonga erishib o'zini boshqara oladigan holatga olib borganligi, undan keyin Xitoyning ichida bo'layotgan nimalar, Xitoyning ichida bo'layotgan Sharq Turkistonni qanday qilib o'zlarining ayrilmas bir qismi qilish uchun qo'yayotganligi nima, bo'layotgan tirishchanligi qatorliq narsa. Undan keyin bo'lsa shu Sharq Turkistonning mustaqillik harakati to'g'riliqmi azroq to'xtalgan yer. Shu ham shu. Chunki bu kitobning asosiy mazmuni ham mishada. Hamda agar qiziqadigan bo'lsa, qabay deyishdi-ku, ayrim maxsus bir bob to'xtalib, tushuntirsak bo'ldi, tunishtirsak bo'ldi. Rahmat To'g'liqqa bugungi suhbat nimamizga. Endi biz deyishgandek, bugungi suhbatni tunji qatim sizning o'qigan kitoblaringizdan, yana Adib Xolidninki
O'rta Osiyo haqida yozgan bu kitob haqida hozir umumiy bir tushuncha bergan kitobda. Zaten nima mazmunlar bor degan yana Sharq Turkistonga munosabatli, ya'ni o'zimizniki tarix munosabat mazmunlarini qisqacha tushuntirib o'tdingiz hamda. Shunday bo'ldi hammasiga. Endi buningda kelar qatimda siz buningda texnik chunqurlab kirib, bugun shu so'zlagan narsangizni hammasini shu qaytadan bir shu bablar bo'yicha shu mazmunni qisqacha tushuntiramiz hamda. Kelar qissalarda. Ya bu hamma bablarni tonishtirish, u yomon jiq vaqt ketadi. Men deyman, ikkimiz yana bir ayrim paranglashibchi, bir babni markaz qilibchi, bir babga markazlashib, shuni tushuntiradi. U vaqtda jiq narsalarni tushuntiradi. Buni da uzoq qilsak bo'ldi. Hozirgi qiziqadigan qarindoshlar o'zlari o'qiydi. Shundaymi? O'qib bo'lgandan keyin yana o'tirib boshqalarmi chiqib, mazmunlar borki degan ko'z qarashlarni o'tirib qo'ysa, shu vaqtda bu kitob o'qish degan shu, kitob o'qish orqali bilimni oshirish. Menmi buni men 2 qatim o'qib bo'lgan kitob. Endi yana o'qiydigan bo'lsam 3-chi qatim o'qiyman-da. O'qigan siri har qatim o'qiganda bir yangi tushunchalar kirdi-da. Shu yaxshi yozilgan kitob degan ashta bo'ldi. Ba'zi bir nima kitob, paypoq kitoblar bor, uni bir qatim o'qiblar odamni uyqusi kelib uxlab qoldi. Shu kitobni ikkinchi varaqlamaydigan kitoblar bor-da. U mundaq kitoblar emas. Buni degan qaytni o'qib, shu hatto darslik qilib o'tadigan kitobga ham daqar. Shu boshqa bo'lsa-da kitobdagi muhim mazmunlar bor ekanda, hamda vaqtimiz bo'lsa, bu yerda biz oldirash nimamiz yo'q. Endi g'arbliklar yozgan kitoblardimi bizniki taqdirimiz munosabatli, bizniki siyosatimiz munosabatli, o'z vaqtidagi Manju Xitoylarniki bizniki biz mustamlaka vaqtlardagi g'arbni kuzatgan Nimsadagi ba'zi ushurlarni anlasak texi yaxshi. Çünkü bu tarix bir narsalarni hamda o'zimiz o'zimiz tarix yozgan kitobni o'qishdan tam haqiqatan o'qishimiz kerak bu narsalarni. Unda boshqa manbalarniki nima o'qib olsak, g'arbliklarniki ko'zida zodi biz qanday qaralamiz, Sharq Turkiston ular qanday qaraydi. O biz Sharq Turkistonni uzun tarix murakkab jarayonlarni boshdan kechirdi. Manjularni mustamlik kechirdi. Xitoylarnikini degandek hamda hozir yana xalqaro bir g'ulg'ulayotgan bir rayon Xitoyning bir balvoq bir yo'l qurilishining naq shu dunyo sakrab chiqish taqdisi bo'lib turayotgan nima ekan. Endi bu ishda oyat mazmunlab topib qolsa, qisqacha so'zlab bersangiz anglab boqib qolganini biz yana bir deyishaylik bilamda. Bo'ldi. Ana yana birisi mana u Amerikada qanday gaplar bormi bu to'g'rida meni o'qib qo'ydik. Mana u Sharq Turkiston ulusal komandasi bular to'g'rida chaqiriqnoma e'lon qildi. 5. ayninki 26-29 Amerikada hamda Tibet bilan boshqalar bilan birlashib bir musobaqa o'ynaydi ekan. Futbol musobaqasi mi? Musobaqasi bular Angliyada davlatsizlar futbol nimasida hamda bultur ularga xalqimizningki qo'llab-quvvatlashi, o'zlariga yordam qilishda shu musobaqa g'alabalik ib qolgan. Bu qatim hamda Amerikada ekan. Bularni bu futbol musobaqasini bo'lishniki avvalda yana shu dunyo futbol musobaqasi shu yerda boshlandi ekan Amerikada. Hani bu dunyoni bir diqqatini tortish maqsad qilib bu bolalar bu musobaqa tayyorlik qilib shu yerga bordiganga chaqiriq e'lon qildi. Buni oldi. Amerikada bu to'g'risida gap so'zlar bormi? Hamsi shu futbol harakatiniki bu Sharq usul komandasiniki hamda diasporadagi Uyg'ur yoshlarini yig'ib, chiniqtirib bir jamoat shakllantirib, bir futbol komandasini qurib, o'sha Amerikadagi shu musobaqaga qatnashishiga hamda qanday qaraysiz? Xo'sh, qisqacha bir gapingizni olib, ish qilgan program to'xtatilgan. Ya men bu futbol ishlariga aralashmaganim xeyli uzun bo'ldi. Men de har yili iyoni qilibmiz. Ya nima iyoni qilamiz, yordam qilib turma, lekin hali konkret men 70 yoshni oshgan odam futbolda tepadigan nimamiz yo'q. Lekin bizning Amerikada mushtaq futbol bilan nima qilgan yoshlar xeyli jiqchi. O'ttir yoshlar xeyli nima qilyapti. Ular qanday qilyapti degan buningdan shu bir musobaqa bor degan gapni angladim o'tganda nima qilganda. Uningga shu qo'llaymiz degan nimada, lekin men konkret ishlarga aralashmadim. Demakchi, endi yig'ib aytganda, endi bolalarga seni bir futbol komandasini tashkillab, shu yerga borib top o'ynab, qaytib kelishni nurg'un iqtisod qiladigan gap.
Hani gapni yig'sak shu iqtisod jihatlardan tama ko'lovlar deb ozdan yordam qilaylik. Maqsad shu hamda endi shu bolalarni shu fidokorlik ko'rsatib, Sharq tarafin bayrog'ini lapillatib, shu yerda Sharq tarafin vakolatdan top tepadigan bo'lgandan keyin Uyg'urning faoliyatini, so'rab aytgan Sharq uchun qilayotgan faoliyatni shu Uyg'ur o'zimiz qo'llashimiz kerak. Az yordam qilishimiz kerak. Demakchi bo'lganimiz yordam qilaylik. Unda rahmat, bugungi suhbat programmamiz yana uzrab ketdi. Asli 40 minutda to'xtamizga 55 minutlab qoldi. Biz yana Odil Qalibniki Qalmal ro'yobga chiqqan O'rta Osiyo degan tarix kitoblarining umumyuzlik bu kitob haqida To'g'liq Abduzaq akamiz bu kitobdagi Sharq Turkistonga munosabatdek, o'zimizning zimilga munosabatdek narsani qisqacha bir presentation shaklida anglatdi. Endi bu kitobning ichidagi haqiqiy qandaq mazmunlar bor, buni oldimizgi sonda yana buni to'g'risida davomli to'xtalamiz. Bu kitob tugagandan keyin yana boshqa kitoblarga tushimiz. Bundan keyin shu millatni kitob orqali oqartish, bilim orqali bir millatniki ro'yitni bir yangilash, millatniki ro'yitni bir o'zgarish, o'zimizniki qaytish, o'zligimizni asos qilgan mazmunlar ko'proq programma qilishni o'ylashyapmiz. Shunga yana boshqa qarindoshlarning o'z o'qigan kitoblar asosida o'zimizga munosabatdek boshqalar emas. Shu boshqa g'arbliklar bo'lsin, mayli arablar bo'lib qolsin, mayli turklar bo'lib qolsin, qaysi millat bo'lib qolsin, yozgan kitoblarda bizning Sharq Turkiston Uyg'urlar munosabatli mazmunlar qolib qolsa, yig'inchoqlar bu yerda leksiya beradigan, presentation beradigan qarindoshlar qolib qolsa, har zaman ekranimiz o'chiq, o'zimiz o'rganganni, o'zimiz bilganni millatimiz uchun taqdim qilaylik, xalqimiz uchun yangi bilimlar bilan xalqimizni qurollantiraylik. Her bir ziyoliniki, her bir kitap egisiniki o'qigan kitoblardan xalqimizga bir manfaat yetkazib, xalqimizning bir ro'yi, xalqimizning ro'yini o'zimizniki milliy kimlik munosabatli mazmunlar bilan to'ldirish bu bir millat oldidagi bir sharafli vazifa. Shunga bundan keyin yana bu kitob haqida suhbat davomli huzuringlarda. Hamsa rahmat to'liqda sizga qimmatli vaqtingizni chiqarib bu suhbat qatnashib berganingizga kelar sonli Durgan ajringizga rahmat. Hammamizga rahmat. Hamsa Hammalık Allah'a emanet. Kiler kısanı görüşemiz. Hoş. Yani bir demin de en ahırda yekşembe günü kes saat 9'da Aziz İsa Elkin'inki bilen sohbet var. Yani Aziz İsa Elkin efendim mi? Çık yaptı mı? Üç yaptı Amerika'da Harvard Üniversitesi Nurguyye'lerde Uygurlar ait faaliyetlerini kıldı. Şu faaliyetlerini bir tunuşturup kılmakçı şuna dikkatinize yekşembe günü keç programımız olsun. Allah'a emanet. Hoş.